Shunaqa kun bo'lib qoldi-da, mana gulni qarang. Aynan 8-may do'stlar, bugun bayram ustiga yana bayram. Bugun aynan Sanjar akaning onalarining tug'ilgan kuni. Tak, mana Furqat bratim ham keldi, qo'ymay. Siz aytganingiz, men yana shuni boshqatdan o'qilyapman. Ustini anosini olib tashlayman desangiz, Amerikada olinmaydi deyapsiz. Olinmaydi. Bizda O'zbekistonda olmoqda. Olamiz endi. Yarını olamiz. Bu yoqda shu o't yoqish. Amerikada sog'inni masayna borganda yeyman. O'ta go'zal. O bilqilab turishini qarang mana. Shoshilgan. Oh. Qiz eriga bir narsaga yolchimas deydi-ku, nima deydi? Yana kino oxirida mehr tomchisi. Qanday bo'pti? Ajoyib. Juda go'zal. Tak, mana Furqat bratim ham keldi, qo'ymay. Ana qiz Assalomu alaykum. Muxlislar. Narsalarim dedi. Albatta. Aytganingizdek, boyagiday Amerikada nimaydi sog'ingan ekan. Bu yoqda ham bor. Mana bu yerda bitta plan qildik. Radmi? Qozonga tashlanishdan alohida shashlik ham. Chunki nimaga bilasizmi? Bitta tomoni borda qozonga biz qo'yamiz. Masalan, soyog'da bu pishadi-ku. Ana kul ortib qolyapti. Hajiboy Tajiboy rahmatli bir gap bor-ku, orqa bo'sh ketyapti, anda o'roqda o'rgich bo'sh ketyapti. Orqaga bilaman. O'shaning uchun shu kul bilan ko'p emas. Bir 6 mi 7 mi mana ham qo'yaylik, siq deylik. Shunday. Ana ham yetadi. Mana uni endi 1 kiloni unga mo'ljallaydik. No? Yerda bitta narsasi bor. Boya siz aytganingiz, men yana shuni boshqatdan o'qilyapman. Ustini anosini olib tashlayman desangiz, Amerikada olinmaydi deyapsiz. Olinmaydi. Bizda O'zbekistonda olmoqda. Olamiz endi. Yarını olamiz, yarını olmaymiz. Nima deysiz mana? Kartochkalar hozir archilmoqda. Piyozlar. Bugun Sanjar akamiz tug'ilgan kuni. Olib qo'yingda, bu ham esdalikka. Albatta. Mana o'zimiz har doimgidek joyimiz. Bunaqa bo'lyapti, qarang. Bunga sariyog' bor. Sariyog'ga buni tashlaganimizdan keyin boyagi zelen priprava sariyog'ga birinchi borku, oddiy yog'ga biz bir ijod qiladigan bo'ldik. Oddiy masalan borku, mana uni sariyog'ga tovuqni boshla tashlash emas. Endi men bir boshqacha ijod qildim. Birinchi yog'ga butun kartoshkani tashlab qizartirib olamiz o'zimiz uchun. Yaxshi fikr. Keyin sariyog'ga buni tashlaymiz, tovuqni. Ana oyoq. Hozir bu manirovka qilinmadi. Yo'q, bu manirovka qilinmaydi. Manirovka uchun, atana shashlik uchun manirovka alohida qilib qo'yamiz. U kerak emasdi. Prosta cho'q qolib ketyapti. Tagida bor-ku, shunday. O'shanga keyin tashlaganimizdan keyin o'sha pishib bo'lgandan keyin ustiga shunday kartoshkani teramizda bitta dimlab qo'yamiz. Ungacha mehmonlar ham kelib qoladi. Avvalambor bu mana ularni lekin yechib olaman bitta. Bu yana menga ish bo'layapti. Endi asta davom etamiz. Bu yoqda mana lekin eng shirin joyi shu bo'ladi. Yo'q, bugun Sanjar akam tug'ilgan kunlari. Sog' bo'linglar. Kim sizga aytgan shirin? Shunday. Amerikada. Hozircha biz boshladik ijodni, sekin-sekin. Asta ijodni birinchi manalarni archib olaylik, bu kerak emas. Bilmasam kimga qanday? Yo'q, uni oling. Tushunarli. Amerikada shunday yeyilayotganmish. Amerikada shunday yeyiladi. Albatta. Nimaga Amerikada olib tashlaydimi buni? Yo'q, olmasdan yeydi. Biz Men hayron bo'laman hozir. Eng shirin joyi terisida, endi bilmadim. O'sha narsada Mana ko'katlar hozir bahor, aprel, may oylari mana ertaga keladi. Shu joyda Eng chisnog'di mana zo'rlari. Xullas, mana o'rtoqlar, davom etamiz. Buni shashlik uchun atayna sousni solib qo'ygandik. Hozir bunga endi sal mana buni birinchi jimgina tayyorlab qo'yamizda, keyin hozir manadan qozonga ikkita o'sha tashlab qo'yamiz. Vaqtinchalik. Chunki uzoqdan kelganlar bor. Og'aylarning qorni ochgan endi hozir aytib ketdilar. Shunday. Tak mana bu so'moligi. Shu bo'ldi, mana navbat bo'lib turaversin. Albatta. Qolgani bular. Bunday qilamiz. Обязательно shunga inobat bering. Yana shu peshetkada bitta piyoz turaverish kerak ustiga. Piyozni ham bitta turab qo'yamiz. Shunday. Peshetkani Albatta.
Bu yoqda shu o't yoqish jarayonlari davom etmoqda. Uni yoqol уже. Keyin sekin qilaversan. Qozonni yuvorish kerak bo'ladi. Qozon yuvilgan. Kapkir tayyor. Albatta. Aha, do'stlar, mana. Albatta. Chiroyli. Tamom. Bu hozir biz qilib qo'g'iramiz buni hozir. Buni emas. Narg'isiga qilamiz. Bu shashlikka. Shashlikkami? Mana bu shashlikka mana ko'p. Bundan hozir yengilgina sizlarga jizbiz. Shunday. Keyin bu yog'i ijodda buni tagiga tiqib qo'yamiz. Bo'ldi. Tak, endi mana tarelkani olamiz. Yaxshi, biza cho'tka o'tirdik. Shunday, yaxshi. Sanjar akam tug'ilgan kunlari. Allohga shukr. Hammamiz 47 yoshga kirdilar. Yengilgina. Ha, ish qilib yashab Shunday yengilgina hozir bizga. Jizbizga yengilgina. Allohga shukr. Aha. Rahmat. Hammaga rahmat. Akbar akam o'zlari sheporlar. Ijodda. Shunday. O. Ajoyib. Kelayotgan Nega bu Kamtoron. Hamma inson mana shu insonlarni Shunday. joyida bo'ladi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, Sanjar aka. Bo'ldi. Jigarlarim mana Radnoy ga bitta anani qilib qo'ydik. Oldindan nima jizbiz. Tovuqlar ham jizbiz bo'lar ekan, endi sariyog'dagi. Sariyog'da. Endi shunga hozir biz kartoshkani tashlaymiz, undan keyin yog'ni hozir bir kartoshkani tashlab qizartirib olaylik. Endi Radnoy o'tiribdilar. Uni turg'izmaylik. Mana bu tarafda qizartirib olamizda. Yengilgina qizartib olgandan keyin o'sha go'shtni tashlaymiz. Endi mana aslida o'zi kartoshkani qizartirib olgancha ichiga go'sht tashlanmaydi. Endi jigarimiz kechadan beri uyda bo'lmagan ekanda, shunaqami? Mehmonchilikda bo'lgan ekan. Shunga yengilgina qilib berdik-da. Keyin mana bu yoqda mana piyozimiz bor. Piyoz ham go'shtdan keyin sabzi ta'm uchun go'shtdan keyin bo'ladi. Endi limon, kaksikda bilasizlar-ku. Ta'mi qanday bo'pti? Shunisidan gapiring. Go'zal, o'ta go'zal. Mana. Juda ham zo'r. Kamera sozgina. Men xidim menga keladi. Jiyan, siz omon. Jiyan, ichiga to'ldirib olibdi. Ular buterbrod yeydi faqat. Yaxshi, zo'r usul qilibdi. Do'stlar, mana davom etkazyapmiz, ha? Do'stlarim, endi bu yerda hozir biz bor-ku, bu tomonga o'tib olaylik-da sizga. Xo'p bo'ladi. Biz hozir bu yerda. Ha, kartoshkani bitta ko'rsating. Bu go'zal. Bu o'ta go'zal. Endi bu yog'ini asta sousni tashlab olamiz. Boshlandi. Olyapsizmi? Olyapman, albatta. Bir kun qo'y go'shti, bir kun mol go'shti, bir kun tog'ov go'shti. Endi sizni gapingizdan-da. Albatta. Men Bir kun baliq. endi hozir baliqni sezoni emas. Baliq sezoni, bir kun deganimda. Mana do'stlar, Akbar og'amiz juda ham chiroyli. Endi gapni ochig'i, do'stlar, endi bu tomonga tursam quyosh. Shunday. Ko'rishadi, tushunishadi. O'tgan safar o'tirgan jigarimiz, Radnoy Furqatmurat, men Amerikada sog'indim, atayna borganda yeyman, qo'yni jigari. Radnoy bizlar unaqa narsa yemaydi desa, nima qilibdi? Yeydi. Sog'inadi odam. Lekin qimmat ekan. Sog'inadi. Jigari, qo'sni bir narsa Qildik-ku mana Bahrom akaning choyxonasida. Mana Bahrom akaning choyxonasi, mana boshqa. Mana bunda davom etyapti. Hozir bunga borku, mana turishda ana solamiz. Hozir anadan bir ziralarimiz bor. Bor, ziralardan ketdim. Ana kerakli tanga. Shularni qo'shing, esdan chiqmasin. Aynan. Yes sistema degandek aktivlarimiz tuz,
shart emas. Aha. Chunki Oh. boyagini Bo'la, ko'p toping. tuzladi. Oh. Voy. Ey. Mana bu prosta ichida o'lib ketadi anasi. Lekin vitamin chiqadi. Ha, ya, hamma vitamin bu yerda. Endi sirlarini qanday bo'lishasiz o'rtoqlarga, Sirlari bu yerda. tomoshabinlarga, do'stlarimizga? Bu sariyog'. Aha. Biz gapni ochig'i sariyog'ni o'zida sразу birinchi go'shtni tashlab aslida bir qilib turib ustiga keyin mana uni kartoshkani ham qizartirib qo'ydik-ku. Aha, shunday. Sabzi ham bitta sabzini mayda lomtik qilib turib ichiga tashlaymiz, chunki nimaga? Ta'mi chiqadi ovqatni. Oh. Bo'ldi, mana qovuriladi, yog' va piyoz, tovuq bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Ta'mi lekin ta'misan ta'm bo'ladi. Gapirtiradigan. Mana ijodga ketyapsiz. Hozir bu yog'ini asta-sekin sizlarga ko'rsatib boraman. Mana Furqat biratam yanagi safarga deyapti, qo'ymay Oh. shashlik qilamiz deydi. Men atayna o'sha shashlik kampaniyalar shuni go'sht oldim. Yanagi safarimizda unchalik bo'lmasin deb bo'lmasam semirib ketyapmiz. Yashasin Amerika deydi-ku. Albatta. Do'stlar, yengilgina hozir sabzni ustiga tashladik. Bu yog'da cho'milish uchun. Keyin piyozni tashlaymiz. Bu nimaga? O'zi bunga uncha sabz qo'shilmaydi. Masalan, O'zbekistonning har bir sabzavotda o'zini borki, shirinlik anasi bor-da, radno. Faqatning o'ziga ham aniqlang, sabzni nimaga tashladingiz debdi, o'ziga ham ayting. Necha sizga? 90 Qarangda, radnoy. Ha, Furqat. Ha, Furqat brat. Dem telefonda. Nimaga sabzi tashladingiz dedingiz-ku? Kichkina kesib turib. O'zbekistonning har bir sabzavotda o'zining shirinligi bor-da, kamini tashlasangiz ovqatga ta'm beradi. Sabzi qo'shilmaydi, lekin Eng vitamin, C vitamin. ha, mana buncha kichkinagina sabzichan va ketdi. Do'stlarimiz, mana o'tirishimiz, mehmondorchiligimiz davom etmoqda. Aha, shunday mana. Akbar og'amiz. Qani. O, bilqilab turishini qarang mana buni. Go'zal. Meni yenglar deb. Tak, endi Rahmat boshlaymiz. Aha. Piyozimiz, olamiz, limonimiz, hamma narsani tutayapmiz. Ko'zlari boshqa bo'ldi. Ajoyib. Siz tomonga o'tib oling. Xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb endi asta boshlasak ham bo'ladi. Oh. O'ta go'zal. Mana qarang, voy. O'ta go'zal. Ikkinchilarini ham qo'yamiz. Bittalagan aytadi. Ikkinchisi. Mana qilib beramiz-da. Aha. Bu yoqqa qarang, qayerga ketyapti? Bizagi bor, radni. Bo'ldi. Ko'rinyaptimi? Bo'ldi, yetadi. Mana bunday to'xtang. Hech shoshilmang. Oh. Qiz eriga bir narsaga yalchimas deydi-ku, nima deydi? Menikin oxirida mehr tomchisi. Oho. Endi eng qiziq qoldi. Приятного аппетита. Pagani yomonidan qisga suzamiz. Keng o'tiring, siz o'tiring. Albatta. Siz o'tiringda, telefonga bering. Qanday bo'pti? Ajoyib. Juda go'zal. Nima fikrlar, nima maslahatlar deydik. Buni zirvagan bir narsa gapiradi. Ko'ryapsiz, so'radimi? Mana, voy. Haqiqatdan qo'lingiz Voy. dard ko'rmasin. Ana. Shunchalik mazza. Mayli, umringizdan baraka toping. Bosib bering, osh bo'lsin. Hozir men ham ikkinchisiga soling, aralashaman keyin bu yoqqa.